Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan hayotingizda juda muhim bo'lishi mumkin bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Hozir sizning ekranlaringizda paydo bo'lgan shov-shuvli sarlavha. Shok. Tekshirdilar gazida hisobkichini. Ulkan jarima. Gazchilar tufayli kvartiradan ayrilmaslik uchun nima qilish kerak? Bu shunchaki bitta sensatsiya emas, balki real xavf va ko'plab fuqarolarni tashvishga solayotgan jiddiy muammo. Kvartirangizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Bir necha daqiqa ichida sizning hisobkichingizni tekshirishlari mumkin va siz ulkan jarima bilan qolib ketishingiz mumkin. Bu ma'lumot har birimizga tegishli va hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugun men sizga shu vaziyatdan qanday qilib yutuqli chiqish yo'llarini o'rgataman. Hozirda bu juda muhim. Shuning uchun iltimos kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlarni tayyorlashga yordam beradi. Endi esa asosiy muammoga o'tamiz. Oldinlari odamlar gaz hisoblagichlarini shunchaki bir quti deb bilishardi. Uni o'rnatdingizmi? Tamom. Unga kimdir tegsa ham jiddiy oqibatlar bo'lmasdi. Odamlar ko'pincha hisoblagichga beparvo munosabatda bo'lishardi. Uning muhrlariga, texnik holatiga e'tibor bermasdi. Ba'zilar hatto gazni tejash uchun turli xil hiyla-nayranglarga ham qo'l urishardi. Masalan, magnitlar qo'yish yoki hisoblagichni chetlab o'tish kabi. U paytlarda nazorat tizimi unchalik mukammal emas edi. Tekshiruvchilarning imkoniyatlari ham cheklangan edi. Agar biror qonunbuzarlik aniqlansa ham, jarimalar hozirgidek astronomik darajada emasdi va ko'pincha kelishuv yo'li bilan hal qilinardi. Ba'zi hollarda hisoblagichning noto'g'ri ishlashi yoki muhrlarning buzilishi kabi holatlar shunchaki ta'mirlash yoki almashtirish bilan tugardi. Katta miqdordagi jarimalar kamdan kam qo'llanilardi. Gaz ta'minoti tashkilotlari ham resurslarni hisoblashda ba'zi kamchiliklarga ko'z yumishga majbur bo'lishardi. Chunki texnik imkoniyatlar har doim ham o'g'irlikni aniq isbotlashga yetmasdi. Lekin hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Gaz ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish, energiya resurslaridan oqilona foydalanish va o'g'irlikning oldini olishga va tartib-qoidalar joriy etildi. Davlat energiyadan samarali foydalanishga qat'iy e'tibor qaratmoqda va bu gaz ta'minoti sohasiga ham ta'sir qilmoqda. Hozirda gaz hisoblagichlariga har qanday noqonuniy aralashuv, hatto eng kichik shikastlanish ham juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Texnologiyalar rivojlandi, nazorat tizimlari yanada mukammallashdi. Raqamli hisoblagichlar, masofadan turib nazorat qilish tizimlari, magnit ta'sirini aniqlovchi datchiklar keng joriy etilmoqda. Gaz ta'minoti tashkilotlari gaz hisoblagichini energiya resursining hisobini yurituvchi davlat mulki deb hisoblaydi. Shaxsiy mulk deb emas. Demak, uning yaxlitligi va to'g'ri ishlashi uchun javobgarlik sizning zimmangizda. Bugungi kunda tekshiruvchilar zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan va hisoblagichga qilingan har qanday aralashuvni aniqlashlari mumkin. Jarimalar miqdori keskin oshdi va ular hisoblagichning maksimal quvvatiga ko'ra taxmin qilingan buzilish davri uchun hisoblanadi. Bu esa juda katta summalar bo'lishi mumkin. Hatto sudgacha boradigan jinoiy ishlar ham ochilishi mumkin. Bu o'zgarishlar gaz ta'minotining yanada shaffof va adolatli bo'lishiga qaratilgan, lekin shu bilan birga har bir iste'molchidan o'z majburiyatlariga yanada jiddiyroq yondashishni talab qiladi. Endi esa asosiy qismga o'tamiz. Nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Avvalo, siz shuni bilishingiz kerakki, gaz hisoblagichlari sizning shaxsiy mulkingiz emas. Ular davlat resursining iste'molini o'lchash uchun o'rnatilgan o'lchov vositalaridir. Shuning uchun uning yaxlitligi, to'g'ri o'rnatilishi va kalibrlash muddatlari juda muhim. Hatto eng kichik shikastlanish yoki ruxsatsiz aralashuv ham sizni ulkan jarimalar ostida qoldirishi mumkin. Muhrlarning butunligi, korpusning yaxlitligi, kalibrlash muddati, bularning barchasi qat'iy nazorat qilinadi. Agar bu ko'rsatkichlarda biror kamchilik aniqlansa, u hisoblagichga aralashuv deb bog'lanishi mumkin. Bunday holatlarda gaz ta'minoti uziladi. Juda katta jarima qo'llaniladi va eng yomon holatda jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin. Jarima miqdori ko'pincha gazning maksimal iste'moli bo'yicha aniqlangan qoidabuzarlik muddati uchun hisoblanadi. Bu sizning uyingizdagi barcha gaz jihozlari, plita isitish qozoni, suv isitgich kuniga 24 soat to'liq quvvatda ishlagan deb hisoblanishini anglatadi. Tasavvur qiling, qanday summa chiqishini. Kim xavotir olishi kerak? Asterisk eski hisoblagich egalari. Agar sizning
gaz hisoblagichingiz ancha yillar avval o'rnatilgan bo'lsa, u eskira boshlagan bo'lishi mumkin. Eskirgan hisoblagichlarning korpuslarida mikro yoriqlar paydo bo'lishi, muhrlari buzilishi yoki o'lchov aniqligi buzilishi mumkin. Hatto siz bunga javobgar bo'lmasangiz ham, agar u noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, siz jarimaga tortilishingiz mumkin. 2. Gazni tejashga uringanlar. Agar siz yoki sizning yaqinlaringiz hisoblagichga magnit qo'yish, uning ichiga aralashish, turbani aylanib o'tish yoki boshqa har qanday noqonuniy usullar bilan gaz sarfini kamaytirishga uringan bo'lsa, hozirgi kunda bu juda katta xavf. Zamonaviy uskunalar bunday aralashuvlarni aniqlash imkoniyatiga ega. 3. Asta shikastlangan hisoblagich egalari. Agar sizning hisoblagichingizda ko'rinadigan shikastlar, yoriqlar, sinishlar, buzilgan muhrlar yoki kalibrlash muddati o'tgan bo'lsa, darhol choralar ko'rishingiz kerak. Hatto bu shikastlanishlar tabiiy sabablarga ko'ra yuzaga kelgan bo'lsa ham, gaz ta'minoti tashkiloti buni qonunbuzarlik deb baholashi mumkin. 4. Astirish. Ijarachilar. Agar siz ijarada turgan bo'lsangiz va kommunal to'lovlar uchun siz javobgar bo'lsangiz, hisoblagichning holatini nazorat qilish sizning zimmangizda. Oldingi ijarachilarning harakatlari uchun ham javobgar bo'lishingiz mumkin. 5. Yangi mulk egalari. Agar siz yaqinda uy yoki kvartira sotib olgan bo'lsangiz, oldingi egalarining gaz hisoblagichi bilan bog'liq muammolari sizga ham o'tishi mumkin. Shuning uchun mulkni qabul qilishda barcha kommunal to'lovlar va hisoblagichlarning holatiga alohida e'tibor bering. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Nisbatan bir asrish yangi to'g'ri o'rnatilgan hisoblagich egalari. Agar sizda yangi zavod muhrlari joyida bo'lgan, rasmiy tartibda o'rnatilgan va muntazam tekshiruvlardan o'tgan hisoblagich bo'lsa, sizning xavotirlanishlaringiz kamroq bo'ladi. 2. Astras qoidalarga doim amal qiluvchilar. Agar siz hech qachon hisoblagichga aralashmagan bo'lsangiz, uning holatini kuzatib borgan bo'lsangiz va har qanday muammoni darhol gaz ta'minoti tashkilotiga xabar bergan bo'lsangiz, sizning holatingiz mustahkam bo'ladi. Endi esa ba'zi real hayotdan olingan misollar bilan tanishaylik. Misol, eski hisoblagich va ko'rinmas yoriq. O'tmishda bir voqea bo'lgan. Qishloqda yashovchi bir oila bor edi. Ularning gaz hisoblagichi ancha yillar avval o'rnatilgan. Uzoq vaqt tekshirilmagan. Gazchilarning navbatdagi rejali tekshiruv paytida hisoblagichning korpusida oddiy ko'zga zo'rg'a ko'rinadigan juda kichik bir yoriq borligi aniqlandi. Bu yoriq orqali gaz o'g'irlanganiga hech qanday dalili bo'lmasa-da, hisoblagichning o'lchash aniqligiga ta'sir qilishi yoki unga tashqaridan aralashuv ehtimolini tug'dirishi mumkinligi sababli. Gaz xodimlari buni hisoblagichga ruxsatsiz aralashish deb baholashdi. Ular hisoblagichning yorug'likda aks etishi, korpusning materialining o'zgarishi va hatto ba'zi joylarda rangining o'zgarishi kabi kichik belgilarga e'tibor berishdi. Natija: oila 1 million so'mdan ortiq jarimaga tortildi. Gaz ta'minoti uzildi va oila kvartirasi bilan xayrlashishga majbur bo'lishiga oz qoldi. Jarima miqdori oxirgi 6 oy davomida gaz plitasi va isitish qozoni kuniga 24 soat maksimal quvvatda ishlagan deb hisoblab chiqarildi. Bu holat oilani juda og'ir ahvolga solib qo'ydi. Chunki ular hech qanday yomon niyatda bo'lmaganlar, shunchaki hisoblagichning eskirganligini payqashmagan edi. Asosiy misol, magnit va uning og'ir oqibatlari. Boshqa bir misol. Shaharda bir kishi, ismini aytmaymiz, gaz uchun to'lovlarni kamaytirish maqsadida hisoblagichga magnit qo'ygan. Do'stlari buni maslahat berishgan va internetda bu haqda ko'plab qo'llanmalar borligini aytishgan. U bu usulni deyarli 1 yil davomida qo'llagan. 1 yil o'tib, gaz ta'minot tashkiloti tomonidan o'tkazilgan reyd paytida zamonaviy datchiklar yordamida hisoblagichda magnit ta'siri aniqlandi. Hisoblagich tekshiruv uchun olib ketildi va laboratoriya sharoitida uning ichki qismlarida magnit ta'sirining izlari topildi. Gaz sarfi maksimal quvvat bo'yicha, ya'ni 1 yil davomida gaz pechi va isitgichlar kuniga 24 soat to'liq quvvatda ishlagan deb hisoblandi. Natija: 7 million so'm jarima, ustiga ustak jinoiy ish ochish bilan tahdid qilishdi. Bu odamning barcha jamg'armalari hatto avtomobilni sotib ham jarimani to'lashga majbur bo'ldi. Bu holat uning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Astras ikkinchi misol. Yangi egalarning meros qilib olgan muammolari. Yaqinda uy sotib olgan bir oilaning boshidan kechirganlari. Ular shaharning markazidan uy sotib olishdi. Yangi uyga ko'chib o'tgach, hamma narsa joyida edi deb o'ylashgan. Ammo 1 yildan keyin gaz nazoratchilari tekshiruvga kelishdi va dahshatli kashfiyot qilishdi. Oldingi egasi asosiy gaz trubasiga noqonuniy ulangan
hisoblagichni chetlab o'tgan holda gaz iste'mol qilgan. Bu holat zamonaviy uskunalar yordamida trubadagi bosimni o'lchash va infraqizil kameralar yordamida aniqlandi. Yangi egalar buning uchun javobgar bo'lishdi. Chunki ular endi mulk egasi hisoblanishardi. Ular o'zlarining aybsizligini isbotlashga harakat qilishdi. Oldingi egalar bilan bog'lanishdi, ammo ular hech narsadan bexabar ekanliklarini aytishdi. Dalillarni topish juda qiyin bo'ldi. Natijada 1 million so'mga yaqin jarima. Oilaning uy oldidagi avtomobili, hattoki uyni ham sotish haqida o'ylashga majbur bo'lishdi. Bular real hayotdan olingan misollar, do'stlarim. Bu misollar gaz hisoblagichlariga beparvolik bilan munosabatda bo'lish yoki hatto oldingi egalarining aybi tufayli ham qanday jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelish mumkinligini yaqqol ko'rsatadi. Jarima miqdori har bir vaziyatda individual tarzda qonunbuzarlikning og'irligi, davomiyligi va gaz iste'molining maksimal quvvatiga qarab hisoblanadi. Endi esa muammoning o'zi ba'zi istisnolar, tuzoqlar va ko'zdan g'oyib bo'lishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. 1. Eski hisoblagichlar va tabiiy eskirish. Yuqorida aytib o'tganimdek, agar sizning hisoblagichingiz juda eski bo'lsa, u hatto to'g'ri hisoblamasligi yoki muhrlari tabiiy ravishda eskirib, buzilishi mumkin. Bu sizning aybingiz bo'lmasa ham, agar u noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, siz baribir javobgar bo'lasiz. Tabiiy eskirish natijasida paydo bo'lgan yoriqlar yoki muhrlarning shikastlanishi ham nazoratchilar tomonidan aralashuv deb talqin qilinishi mumkin. Shuning uchun hisoblagichingizni yoshini bilish va uni o'z vaqtida yangisi bilan almashtirishni rejalashtirish juda muhim. Keyin ashtirish shikastlangan muhrlar. Hatto siz unga tegmagan bo'lsangiz ham buzilgan muhr, masalan, ta'mirlash ishlari natijasida qiziquvchan bolalar sababli yoki shunchaki tabiiy eskirish natijasida hisoblagichga aralashuv deb talqin qilinishi mumkin. Bu kabi holatlarni bevosita iste'molchining aybi deb hisoblashadi va jarima qo'llashga asos topadilar. Bu yerda sizning dalillaringiz juda muhim bo'ladi. O'ch ostirish tashqi omillar, qurilish ishlari, tebranishlar, uchinchi shaxslar tomonidan tasodifan yetkazilgan zarar, bularning barchasi hisoblagichga ta'sir qilishi mumkin. Agar shunday holat yuzaga kelsa, uni darhol gaz ta'minoti tashkilotiga xabar qilishingiz shart. Kechikish sizga qimmatga tushishi mumkin. Masalan, qo'shnining devoriga urgan bolg'a zarbasi hisoblagichning turgan joyida devordan tushgan g'isht parchasiga tegib, korpusini shikastlashi mumkin. Bu tasodifiy holat bo'lsa-da, agar uni o'z vaqtida xabar qilmasangiz, siz aybdor bo'lib qolasiz. 4. Kalibrlash muddatlari. Gaz hisoblagichlari muntazam ravishda kalibrlashdan o'tishi kerak. Agar sizning hisoblagichingizning kalibrlash muddati o'tgan bo'lsa, hatto u mukammal ishlayotgan bo'lsa ham, bu qonunbuzarlik hisoblanadi. Kalibrlash muddati hisoblagichning pasportida yoki oxirgi tekshiruv dalolatnomasida ko'rsatiladi. Bu muddatni nazorat qilish sizning majburiyatingizdir. Kalibrlash muddati o'tgan hisoblagichlar ham noto'g'ri ma'lumot berishi mumkin deb hisoblanadi. Bu esa ortiqcha hisob-kitoblarga yoki jarimalarga olib kelishi mumkin. 5. Yangi texnologiyalar. Aytib o'tganimdek, aqlli hisoblagichlar, masofaviy nazorat tizimlari smart meters keng joriy etilmoqda. Bu texnologiyalar aralashuvlarni aniqlashni yanada oson va aniqroq qiladi. Magnit ta'sirini aniqlovchi datchiklar, hisoblagich korpusining ochilganligini ko'rsatuvchi indikatorlar kabi yangi tizimlar mavjud. Bunday sharoitda o'g'irlik qilishga urinish yoki hisoblagichga aralashish yanada xavfli bo'ladi. Bilmaslik esa bahona bo'la olmaydi. Gaz ta'minotining nazoratchilari texnik jihatdan yanada bilimdon bo'lib bormoqda. Ular har qanday noqonuniy aralashuv belgisini aniqlay oladilar. Hisoblagich ichiga aralashuv belgilari, korpusdagi shikastlanishlar, magnitlangan qismlar, bularning barchasi qat'iy nazorat ostida. 6. Ijtimoiy tarmoqlardagi maslahatlar. Internetda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda gaz hisoblagichini qanday aldash mumkinligi haqida ko'plab maslahatlar uchraydi. Unutmang, bu maslahatlarning aksariyati eski usullarga asoslangan bo'lib, zamonaviy texnologiyalar bilan osongina aniqlanadi. Bunday maslahatlarga ergashish sizni juda jiddiy moliyaviy va huquqiy muammolarga olib kelishi mumkin. Hech qachon takrorlayman, hech qachon bunday narsalarga ishonmang va qo'l urmang. Mulkni sotib olishdan oldingi muammolar. E'tibor berish kerak bo'lgan bir nozik jihat, bu sizning mulkingizni sotib olishdan oldin mavjud bo'lgan muammolar. Agar siz uy sotib oldin mavjud bo'lgan muammolar va undagi gaz hisoblagich bilan bog'liq muammolar ilgari
paydo bo'lgan bo'lsa, siz ham javobgar bo'lishingiz mumkin. Siz ham javobgar bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun mulkni sotib olishda gaz ta'minoti tashkilotidan hisoblagichning holati va qarzlar yo'qligi to'g'risida ma'lumot olish juda muhim. Yangi mulk egasi sifatida siz avtomatik ravishda oldingi egasining kommunal majburiyatlari uchun javobgar bo'lmasligingiz kerak. Ammo hisoblagichning butunligi va uning ishdan chiqishi bilan bog'liq holatlar istisno bo'lishi mumkin. Bunday holatlarni mulkni sotib paytida hujjatlashtirish va shartnomada aniq ko'rsatish zarur. Agar imkon bo'lsa, oldingi egasidan gaz ta'minoti tashkiloti bilan barcha hisob-kitoblar to'g'riligi haqida yozma tasdiqnoma oling. Xulosa qilib aytganda, gaz hisoblagichiga e'tiborsizlik qilish yoki unga har qanday tarzda aralashishning oqibatlari oldingidan ko'ra ancha og'ir bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu masalaga jiddiy yondashishingiz va o'z huquqlaringiz hamda majburiyatlaringizni bilishingiz shart. Endi esa eng muhim qism nima qilish kerakligi haqidagi amaliy maslahatlar. Bu qadamlar sizni jarimalardan himoya qilishga va gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolarni hal qilishga yordam beradi. Bir muntazam vizual tekshiruv. Har oyda kamida bir marta o'z gaz hisoblagichingizni vizual ravishda tekshiring. Muhrlarning joyida ekanligini, ularda shikastlanish yo'qligini, hisoblagich korpusida yoriqlar, tirnalgan joylar yoki boshqa shikastlar yo'qligini tekshiring. Displeyda g'ayritabiiy belgilar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Hech qanday g'alati tovushlar yoki gaz hidi bo'lmasligi kerak. Bu tekshiruvga atigi bir necha daqiqa vaqt ketadi. Ammo kelajakdagi katta muammolarning oldini oladi. Kalibrlash muddatini tekshiring va oldindan choralar ko'ring. Hisoblagichingiz pasportida yoki oxirgi tekshiruv dalolatnomasida kalibrlash muddatini toping. Bu muddat yaqinlashayotgan bo'lsa, masalan, 6 oy qolganda gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qilib, kalibrlash yoki hisoblagichni almashtirish bo'yicha ariza bering. Muddat o'tgan hisoblagich qoida buzarlik hisoblanadi va sizga o'tgandan keyin hisoblashlar maksimal iste'mol bo'yicha hisoblanishi mumkin. O'zingiz harakat qilsangiz, tashkilotning rejasini kutib o'tirmaysiz. Aspas har qanday anomaliyani darhol xabar qiling. Agar siz hisoblagichda biror g'ayritabiiy narsani topsangiz, shikastlanish, muhrning buzilishi, g'alati ko'rsatkichlar, gaz hidi, darhol takrorlayman, darhol gaz ta'minoti tashkilotining favqulodda xizmatiga va mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limiga xabar bering. Telefon orqali xabar berishdan tashqari, yozma ariza ham qoldiring va uning ro'yxatdan o'tkazilgani haqida tasdiqnoma oling. Bu sizning vijdonan harakat qilganingizni isbotlaydi va kelajakda ehtimoliy jarimalardan himoya qiladi. O'zingiz ta'mirlashga urinmang. 4. Hech qachon aralashmang. Gaz hisoblagichiga hech qanday holatda ham o'zingiz tegmang. Uni ta'mirlashga urinmang, magnit qo'ymang yoki boshqa yo'llar bilan uning ishiga aralashmang. Bu qat'iyan taqiqlangan va juda jiddiy oqibatlarga olib keladi. Barcha ishlar faqat gaz ta'minot tashkilotining vakolatli xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak. 5. Faqat rasmiy ta'mirlash, almashtirish. Agar hisoblagichni ta'mirlash yoki almashtirish kerak bo'lsa, buni faqat gaz ta'minot tashkilotining vakolatli xodimlari orqali amalga oshiring. Barcha xizmatlar uchun to'lovlarni rasmiy kvitansiyalar orqali amalga oshiring. Ish tugagach bajarilgan ishlar to'g'risida dalolatnoma akta tuzilishini talab qiling va uni diqqat bilan o'qib chiqing. Shundan keyingina imzo cheking. 6. Hamma narsani hujjatlashtiring. Har bir hujjatni, har bir chekni, har bir imzoli dalolatnomani saqlab qo'ying. Bu sizning himoyangizdir. Hisoblagichni o'rnatish, almashtirish, tekshirish yoki ta'mirlash bo'yicha barcha hujjatlar, dalolatnomalar, kvitansiyalar, arizalar nusxalari sizda saqlanishi kerak. Agar iloji bo'lsa, ishlarni bajarish jarayonini foto yoki videoga oling. Ayniqsa, muhrlarning joyida ekanligini tasdiqlovchi dalillar sizga keyinchalik asq o'tishi mumkin. 7. Astarif tekshiruvchi kelganda. Identifikatsiya talab qiling. Har doim kelgan xodimdan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni talab qiling. Uning haqiqiy ekanligiga ishonch hosil qiling. Tekshiruvda ishtirok eting. Tekshiruvchiga yolg'iz o'zi hisoblagichni tekshirishga ruxsat bermang. Sizning ishtirokingiz shart. Agar imkon bo'lsa, oila a'zolaringizdan yoki qo'shnilardan birini guvoh sifatida taklif qiling. Dalolatnomani diqqat bilan o'qing. Tekshiruv natijalari bo'yicha dalolatnoma tuziladi. Uni imzo chekishdan oldin juda diqqat bilan o'qib chiqing. Agar biror narsaga qo'shilmasangiz, o'z fikringizni dalolatnomaga yozma ravishda kiriting. Masalan, men bu qarorga qo'shilmayman, chunki deb yozishingiz mumkin.
Bo'sh joylar yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar mavjudligini tekshiring va ularni to'ldirishni talab qiling. Asrish hisoblash usulini so'rang. Agar qonunbuzarlik aniqlansa va sizga jarima qo'yilgan bo'lsa, jarima miqdorini hisoblash usulini va asoslarini rasmiy ravishda tushuntirishni talab qiling. Bu jarimani apellyatsiya qilishda muhim bo'ladi. Jarima qo'yilgan taqdirda nima qilish kerak? Vahima qilmang. Birinchi navbatda tinchlaning. Batafsil dalolatnoma talab qiling. Jarima qo'yilishi asoslarini va hisoblash tafsilotlarini o'z ichiga olgan batafsil dalolatnomani talab qiling. U yerdagi har bir bandni tushuntirishlarini so'rang. Yurist bilan maslahatlashing. Darhol ma'muriy huquq yoki uy-joy masalalari bo'yicha ixtisoslashgan yurist bilan maslahatlashing. U sizning huquqlaringizni tushuntiradi va keyingi qadamlarni aniqlashga yordam beradi. Rasmiy shikoyat. Agar sizga nisbatan adolatsiz jarima qo'yilgan deb hisoblasangiz, gaz ta'minoti tashkilotining yuqori idoralariga yozma shikoyat qiling. Shikoyatda vaziyatni batafsil bayon eting, dalillarni, rasmlar, hujjatlar, guvohlarning ko'rsatmalari ilova qiling va o'z talablaringizni aniq ko'rsating. Shikoyatni 2 nusxada topshiring va qabul qilingani haqida belgi qo'ydirib oling. Sudga murojaat. Agar yuqori idoralar yordam bermasa, sudga murojaat qilishdan tortinmang. Sudda siz o'zingizning dalillaringizni taqdim etishingiz va vaziyatni adolatli hal qilishni so'rashingiz mumkin. Yuridik yordam bu bosqichda juda muhimdir. Aziz do'stlar, gaz hisoblagichiga beparvo munosabatda bo'lishning oqibatlari juda og'ir bo'lishi mumkinligini yodingizdan chiqarmang. Hozirgi kunda bu borada juda qat'iy talablar qo'yilgan. O'zingizning xonadoningiz va oilangizni himoya qilish uchun yuqoridagi maslahatlarga amal qiling. Unutmang, bilim va ehtiyotkorlik bu sizning eng yaxshi himoyangizdir. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Gaz hisoblagichlari bilan bog'liq o'z tajribangizni sharhlarda baham ko'ring. Balki sizning hikoyangiz boshqa birovga yordam berar. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va ehtiyot bo'ling.